Ey azizim, taqvodorligingiz va go'zal axloqingiz bilan menga ulgu bo'ling. Men itoatingizda bo'lay. O'z to'g'riligingiz bilan meni to'g'riga yetaklang. Men sizga ergishay. Charchisingiz menga yo'lining. Halingizga men yetay. Ko'zlaringizni mendan qochirmang. Aytolmaganlaringizni ko'zlaringizdan tushunay. Qo'limni hech qo'yib etmang. Har holingizda yeningizda bo'lib, sizga madad beray. Xatolashganlaringizda udiqmang. Sizga mehribonlik bilan to'g'risini tushundiray. Bilib bilmay dilingizda ortib qo'ysam, menga ayting, tuvanchilik bilan apu so'rab ko'nglingizni elib olay. Ammo zinhar xatolashganligimda meni tashlab qo'ymang. Qaydab qolganlarimda meni yolg'iz tashlab qo'ymang. O'zgalar uchun mening qalbimni og'ritmang. Tamtirayman, meni xatolik ichiga tashlab qo'ysingiz. Azoblanaman, qaydoshlarimda yolg'iz qo'ysingiz. Eg'ir olaman, o'zgalar uchun qalbimni og'ritsingiz.